Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Eng arzon bosh kiyimimiz nech pul? 13 ming. Pachkaga yo donagami? Eng arzon bosh kiyim 13 ming so'm ekan, pachkaga ekan. Donaga nech pul? Shu 13 ming? 15 ming so'm. Eng qimmati nech pul? 20 ming so'm pachkaga. 15 ming pachka, dona 20. Ha, eng qimmati 15 ming so'm pachkaga bo'lar ekan, donaga 20 ming so'm bo'lar ekan. Hamma shapka chetda chiqqan O'zbekistondagi. Ya Xitoydagi ham bormi? Bunisi nech pul shunisi? 20 ming so'm ekan. Telefon nomeringiz nechi? Nomer bormi telefon qilgani sizga? Shu oluvchilar telefon qiladi-da. 20 ta qolyapti shunda yo 21 tami? 91lik 91lik 149 0948 ga telefon qilasizlar, bosh kiyim kerak bo'lsa. Bunisi nech pul? 20 ming. 20 ming so'm. Dona pachka narxi bir xil ekan. Olan 5 ta. Mana narsa nech pul? Mana bo'yiga nima qilib olar ekan-da. Mana nech pul dedingiz? 15 ming? 15 ming so'm ekan bunisi.